Xabaringiz bor, respublika bo'ylab, jumladan viloyatimizda ham mahalla fuqarolari yig'ini raislari saylovi o'tkazilmoqda. Saylov yakuniga qadar viloyatimiz bo'ylab jami 724 ta mahallaga mahalla raislarini saylash ko'zda tutilgan. Kuni kecha Sarosiyo va Boysun tumanlaridagi bir qator mahallalarda ham ovoz berish jarayonlari yuqori saviyada tashkil etildi. Tafsilotlar bilan muxbirlarimiz. Mahalla fuqarolar yig'inlari raislari saylovlarining adolatli o'tkazilishi, mahallaga har tomonlama munosib rahbar saylanishi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan Sarosiyo tumani Gulobod mahalla fuqarolar yig'ini raisi saylovi ham ochiqlik va oshkoralik, tenglik tamoyillari asosida tashkil etildi. Saylovga qo'yilgan nomzodlar soni 3 ta bo'lib, 200 ga yaqin fuqaro ovoz berish jarayonlarida faol ishtirok etdi. Mahalla raisini saylovi to'g'risidagi qonun talablariga asosan mahalla raisi saylovi bo'lib o'tmoqda. Mahalla raisini saylash bugun xalqni eng yaxshi ichidan chiqqan vakilini saylash uchun barcha oqsoqollarimiz hammasi uyushqoqlik bilan saylovda ishtirok etib, o'zlariga mahallaga fidokorona mehnat qilib, mehnati singan, tajribali mahallani fuqarolarini orqasida ergashtiradigan kayvoni, oqsoqolli mana saylamoqdalar. Menga bugun mahalla ahli ishonch bildirib, mayli mahalla raisligiga saylandilar. Men bu ishonchni oqlab, mahallani hududini obodonlashtirishga, rivojlanishiga o'z hissamni qo'shaman. Har bir ovoz bir ishonch demakdir. O'ylaymizki, mahalla fuqarolar yig'inlari uchun saylangan raislar o'zlariga yuklatilgan vazifani sidqidildan ado etishadi. Eslatib o'tamiz, saylov jarayonlari viloyat bo'ylab boshqa mahallalar kesimida ham davom etmoqda.